hunar haqida ham ozgina aytib o'tamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Inni ara ar-rajula la amala lahu fayasqutu min ayni va qimatu kulli imri'in ma yuhsinuhu." Ishi yo'q, qo'lida hunari yo'q kishini ko'rsam, deydi Umar ibn Xattob, uni meni ko'zimda qadr tushib ketadi. Har bir kishining qadr qiymati uni qiladigan kasbidagi mohirligida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida Ansorlardan bir kishi tilanib keldi payg'ambarimiz oldiga. Hech narsasi yo'q, kambag'al odam. "Bir narsam bor bu uyingda?" "Ha, bitta sholchamiz bor, bitta suv idishimiz bor" dedi. "Olib kel" dedi. Olib keldi. Rasululloh o'zini muborak qo'llariga olib, "Kim buni mendan sotib oladi?" Bir kishi, "Men 1 dirham beraman ya Rasululloh." Kim ko'proq beradi deb 2 yoki 3 marta takrorladi. Shunda bir kishi, "Men 2 dirhamga sotib olaman" dedi. Rasululloh mana shu 2 narsani berib 2 dirhamini oldi. Boyaga tilanib kelgan kishining qo'liga berib turib, "Buni bir qismiga oilangga ovqat ol, bir qismiga bolta yoki tesha olib kel" dedi. Boyagi odam qildi shu ishni. Boltamni, teshamni olib keldi, Rasululloh muborak qo'llari bilan uni soplab berib, borib o'tin terib kelib sotdi. O'tin terib kelib sotdi. 15 kun ko'zimga ko'rinmadi dedi. 15 kun seni ko'rmaydi dedi. Ansoriy 15 kundan keyin keldi. Qo'lida 10 dirham pul to'plandi. Shu pulni bir qismiga kiyim sotib oldi, qolgan qismiga oziq-ovqat oldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganida Rasululloh aytdilar: "Hada khayrun laka min an tajiyal mas'ala nuktatan fi wajhika yawmal qiyamah." Qiyomat kunida yuzingga dog'ni keltiradigan tilamchilikdan ko'ra mana shu narsa senga yaxshiroq dedi. Tilamchilikni kasb qilayotganlar yuzi qiyomat kunida go'zsiz, yuzi dog' bo'lib keladi.